Do'stlar, sizlar bilan men Marko. Bugun ko'rib turganingizdek shu parkurdan o'tishga harakat qilamiz. Aytgancha bolam men skinimni almashtirdim. U skin haligacha qilmadi. Bu men endi shaxsan o'zimni skinim mana M qilib tayyorladim. Qanday bo'lsam let's go. Bu skiningizga nima bo'ldi desanglar, u skinim haligacha nima Minecraftga kirsam uskin qo'ysam xullas qo'yilmayapti uskin. Nimagadir hashtag qo'yib qoldi. Shuning uchun buni shaxsan o'zim skinim bo'ldi bu. O'zim yaratdim. O'zim tayyorladim. Mig'lar qilib Baxni halinaqasida bu o'zi. Baxsuzna xullas rangi qizili. Keyin oldida M degan yozuvi bor. Bunga o'tamiz. Bu parkur juda zo'r bolalar. Buni meni Telegram kanalimga yuklab olishingiz mumkin. Obuna bo'lib qo'yinglar, kerak bo'ladi. Telegram kanalim opsiyaniyada. Har doimgidek. O'tir. Nimaga? Sakraman. Hop, shu kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Biz tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak. Hop. O'tdik. Mana. Endi bunga o'tamiz. Endi bunga bitta yetmay qoldi. Nimaga o'ta olmayapman? Yetmay qolyapti. Hop, sakra. Ana. Voy, endi chiqaman. Bunga o'tib keyin tepaga chiqib keyin qiyin ekan. Voy, endi o'ta olmayapman. Juda katta 5-6 qism bo'ladi-yu. Menimcha yana shu ketdimmi? 5-6 qism bo'ladi-yu, bola. Bu vaqt juda katta, shuning uchun uzoqroq bo'lish mumkin. Hop, o'tamiz. Voy, etti sakrab oldim menimcha. Juda o'ylaganlarimdan ham juda katta bu parkur. O'tiramiz. Qani o'tishimiz mumkin bu yerda endi. Juda qiyin bu. Aynan shu yerda qolib ketyapman. Endi sakrash izim yo'q. Voy, bitta shu yer juda qiyin ekan. Qani o'tsa bo'ladimikin o'zi bu yerdan. Lekin bitta zina moneta turmaganmidi, adashmasam. Boshqacha yangilanibdimi? Boshqatdan o'tishimiz kerak. Nima deb
SMS kelyapti chatga. Hop, o'tdik. O'tdik. Voy, o'tdik. Oson ekan-ku. Shunchaki qimillab tursak bo'ldi. Ertadan van nihoyat lava. Bu yerdan qo'rqmasam ham bo'ladi. Tushib ketsam boshidan emas, mana shu yerdan paydo bo'laman ekan. O'tgan safargi videolarda ko'rgan bo'lsanglar. Hop. Oxirgisi o'tdik va nihoyat. Ha, buni bilaman. Tamam. He, qatmaylik. Hop. O'tamiz. Ana. Hop. Boshidan. Hop. Voy. O'zimiz tushib ketib qoldi. Boshqatdan. Voy. Hop, o'tdik. Birinchisi sal uzunroq ekanda. Lekin skinga gap yo'q. Skin dahshat ekan. Yo'qdi menga. Tayyorlab bergan odamga ham katta rahmat. Olov. Shuni o'chirsak, shuni o'chirib o'tsak bo'ladi. Keyingi oson ekan-ku. O'chirishimizni o'ylamaganmikin? Yaratgan kim bo'lsa ham. Hop, o'tamiz va mana va nihoyat o'tdik, to'nato'lik. Voy, eng qiynalganim shu edi o'tgan videolarda ham. Lekin birinchi qismida bekkacha kiyindim. Eng qizig'i. Voy, qatma. Voy, qatib qoldi bola uzr. Hop, yangilangan versiya bu 1.20-1.70 versiya. Shunga sal qatyapti. Shuni mashetda juda qiynaluvdimmi? Bitta mashetda. Yo'q, men kimda o'tib turib, mashetlarda qiynaluvdim-da. Nimasi qiyin buni hozir? Osongina o'tdim-ku. Hop. Chiqamiz va let's go. Mana. Shuni ham mashetda qiynalayotgandim. Hozir ham qiynalayapman ekan. Orqaga juda ko'p tushib ketib qoldim. Orqaga o'tib to'lish kerak. Boshqatdan. Lekin birinchi qismda beylargacha kelmadim men. Qizig'i juda cho'zilib nima qilyapti? Sakrash esimga qoldi. Yangi skinni kuchi ekan. Hop. Vay. Hop. Va nihoyat. Birinchisidan esimga o'tib oldim. Mayda baryer. Endi yo'q. O'tgan qismlarda baryer bor edi, hozir esimda ham yo'q. Hozir endi yo'q. Nima bo'lyapti? Endi baryer yo'q. U oldingi akkauntimga video olganimda voy qatma. Men shu yerdan baribir o'taman. Qani, let's go. Voy, nimacha qatasan? Let's go. Voy, sakrash nimaga izmayapti?
o'tamiz va nihoyat o'tamiz. Voy. Voy. Hoppala o'tdik va nihoyat o'tdik. Hop, endi bunisi chuqi. Voy. Hoppala biz o'tdik va nihoyat undan eng qizig'i xullas o'tdik. Endi shu video shu yergacha edi bolalar. Keyingi qism albatta chiqadi. Ikkinchi qismi chiqadi bolalar. Sizlar bilan Malko bo'ldi. Keyingi videolar ko'rishguncha xayr. Ikkinchi qismi chiqadi. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr.